Suvimiz chiqdi mana. Artova. Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Fermer aka-ukalarimiz uchun mana shunday 200 talik kunda hamda 11-15 motorlarimiz starterli variantlar bilan yig'ib qo'yganmiz. Ko'rishlar mumkin. Tagida ramalar bilan o'zimiz ajratini qalin metallarda yasatib qo'yilgan. Ko'rishlar mumkin. Bundan tashqari 11.00 motor hamda 150 talik kundalarimiz mavjud. Ko'rishlar mumkin. Starterlari bilan hamda shunday ramalar bilan yig'ib qo'yilgan. Ko'rishlar mumkin. Juda ham arzon chiqadi. Narxini bilish uchun narx videoni oxirigacha ko'rib turinglar. Narxini aytib o'tib ketaman. 11.00 motorimiz hamda 150 talik kunda temirligi emas, chugunli bo'ladi. Ko'ryapsizlar, 8 saparrayli bo'ladi. Bu degani ko'proq suv chiqarib beradi degan akalar. Ichida mana shunday starterlari bilan hamda o'zlarining kurchashiga bo'ladi. Klapinlari bilan qo'shib beriladi. Narxi $650 chiqadi. Kam-ketiga bor qilib beramiz. Va akalar 200 talik kundalarimiz bilan $700 qilib beramiz. 11-15 motor hamda 200 talik kunda chugun bo'ladi akalar. Bemalol murojaat qilaverasizlar. 12 viloyatga dastavka xizmatimiz bor. Manzilimiz Qo'qonga bo'lsa, videomiz yoqolmasa like, подписка tugmasini bosib qo'yish esdan chiqmasin. Do'konimiz Gidrosit 6-do'kon akalar. Bemalol murojaat qilaverasizlar.